Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Birinchi sinflarni adımı bazaga kiritilmaganligi bo'yicha adımı bazaga kiritilmay erfi bazaga qo'shilganligi bo'yicha axborot oldik. Shu bo'yicha shu o'quvchini maktabga birinchi sinfini qabul qilishni ko'rib chiqamiz. Buni ko'pchilik biladi. Shunda ham yodda solib olgan ma'qul. Birinchi navbatda maktab erfisine girgandan keyin o'quvchilarni boshqarish, o'quvchini maktabga qabul qilish bölümünü o'tamiz, yaratishni bosamiz. O'quvchi qachonga ham bo'lsa 05.09.2025 da kelgan sinfini tanlaymiz. Mazmununa biron bir narsa yozamiz. To есть 16-sentyabrdan qo'shib bilasizlar, 5-dan qo'shib bo'lmaydi. Sentyabr 15'inden keyingi çisla, tituldan keyingi çisla yazılады. Qo'sh knopkasi bosiladi. İKH o'quvchini shu qo'shilgan o'quvchilaringizni ko'rasiz, shu bosiladi. Qidirish knopkasi. Adı chiqdi. Ariza raqami yoziladi. Ariza sanasi 16.09.2025. O'quvchilarni kiritishmas, endi chet eldan kelgan o'quvchi bo'ladi. Saqlash tugmasi bosiladi. Yana saqlash bosiladi. Tasdiqlash. Shunday etib, o'quvchilaringizni sinfga tortib olganingiz to'g'ri bo'ladi. Eslatib o'tamiz, bu adımı bazada yo'q. Doğrudan doğru ERP'nin umumiy bazasına qo'shildi. Ro'yxatdagi o'quvchilar. Qolgan o'quvchilaringiz ham girmay turganlarni ham shu tartibda tekshirib ko'rasizlar. Eğer girmagan bo'lsa, tesh tartibda bölüme murojaat etishlaringiz mumkin.